أشهد أن محمدًا رسول الله. Shariatga iymon keltirish kerak. Bu shariat, bu islom, Alloh taolo tushirgan bu din to'g'ri yo'l ekanligi, bizga rahmat ekanligi, nihoyatda oson yo'l, keng yo'l ekanligi, mana shu yo'lda yurgan odamni maqsadiga yetkazadigan yo'l bu. Borib bir joyda tugab qoladigan yo'l emas. Boshlanishi iymon keltirish bilan boshlanadi islom dini va oxiri Allohga olib boradigan yo'l. Bu dinimizdagi buyurilgan har bir narsalarni qilishimiz bilan, qaytarilgan narsalarda har biridan chetlanishimiz bilan Allohga yaqinlashamiz. Mana shunday din bu din. Biror joyda zulm yo'q. Biror joyda egrilik yo'q, xato yo'q. Hammasi oson. Biror joyda bir tiqilib qolish degan narsa yo'q. Bu din tamomiy yechim bo'lgan, muammolarni yechimi bo'lgan narsa. Hozir odamlar mana shu dinni nima deb tushunadi? Dinni o'zi muammo deb tushunadi. Dinni ham, dindorlarni ham muammo, jamiyatga muammo deb tushunadi. Yo'q. Ularning tushunchalari teskari bo'lib qo'ygan. Qalbi mankusda bu qarang. Ag'darib qo'yilgan bir ko'ziga o'xshaydi. Na yaxshilikni bilmaydi va na munkarni inkor qilmaydi. Aslida din butun muammolarni yechib beradigan narsa. Ijtimoiy masalalardagi holatlar, iqtisodiy, harbiy, siyosiy, jinoiy hamma narsalarning yechimi mana shu tamomiy dinda. Tamomiy rahmat mana bu. Adolatni kafolatlab bergan bizga. Odamlarning tinchligini kafolatlagan, omonligini kafolatlagan, xotirjamligini ta'minlab bergan. Ya'ni mana shu shariatimizga iymon keltirishimiz vojibki, bundan boshqa yo'l bilan Allohga hech qachon odam bora olmaydi. Bundan boshqa yo'llarning hammasi shirk, zalolat, kufr bo'lgan yo'llar. Shuning uchun ham talabalar, talab ilmlar, ahli ilmlar shu shariatni yaxshi tushunib, odamlarga yetkiza oladigan bo'lsa, nihoyatda katta foyda keltirgan bo'ladi. Nihoyatda katta foyda. Odamlarga nur, rahmatni olib kelgan bo'ladi.